BFM bilan yeyishga mos keladigan o'zgacha say qo'rishni o'gitib qo'ysangiz degan do'stlarga bugun oilada eng oddiy usul qilish usulini keldim. Ammo yurish boshlaylik ketdik. Avval so'g'ichlab tayyor qilib olgan fujoni mana shunday ishga barmoq cho'nliq to'g'rab olib, keyinidan so'ntay va shavmilarni mana shunday to'g'rab olamiz. Fujoning ustiga ravris xo'rozning tuxumini 2 ta chiqib olib, rosa bir aralashtirib olgandan keyin, endi buning qiyam tangshaymiz, bir qo'sh shingcho, az miqdorda xayo va nayt az miqdorda lavcho qo'yib, keyinda muvofiq miqdorda suv qo'ygandan keyin bir aralashtirib, baliq qo'shiqda yarim qoshiq tuz, yarim qoshiq jijing, yarim qoshiq oq shakar va az miqdor yo'lkaroq mol selib to'liq bir aralashtirib tayyor qilib olamiz. Odatda so'ntay ta'sir pishqachqa buni qaynatgan suv selib bir qaynatib sizib olamiz. Qozonga sap yeşil bo'lgan elnorining tunjisiqin 1-darajalik zarangiz maydin qo'yib, may qiziganda tuxum bilan aralashtirib olgan fujoni selib buni zaliq qilishni boshlaymiz. Tuxum qatgandan keyin buni sizib olamiz. Endi yana az miqdordagi mayga so'ng piyoz, zanjil, samsaq va shavmilarni selib mizlik puroq chiqarib olib, keyindan fujo, so'ntay va baya tayyor qilib olgan qiyamni to'kkandan keyin o'tni juqur qilib birdam aralashtirib qorib o'tgandan keyin taqsiga ustab iste'mol qilsak bo'ladi. Mana shunchalik oddiy, lekin ta'mi haqiqatan nayt yaxshi chiqadi. Ana bu bugun bo'ldik. Oxirida qo'llash ustidan naqsiz yurakdan birini berish bilan birga men qaytib olsanglar rahmat.